Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gay ona ertagi haqida tavsiyaviy sharh berib o'taman. Ona tuqqan bolasiga jabr ko'rsatishi tabiiy hol albatta. Ammo o'gay bolasiga jabr ko'rsatish johillikdir deya boshlangan ushbu asar barcha kitobxonlarning qalbidan birdek joy olgan desak adashmaymiz. Husn va ilmu odobda benuqson bo'lgan 19 yoshli Fotima nega ikki yetim farzandning otasiga turmushga chiqdi? Onasi-yu xolalarining tushuntirishlaridan qo'shni o'gay onaning sabog'i kuchliroq ta'sir etdimi yoki farzand oldidagi burch, mas'uliyat, tarbiya va axloq, to'g'rilik va halollik, chin insoniylik xususidagi tiran fikrlarga boy har bir o'quvchi qalbidan joy oladi degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu asarni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.